Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan Kamina Isfandiyor dehqonov. Bugun sizlar meni YouTube kanalimda mehmon bo'lasizlar. Bugun sizlarga yaxshi, manfaatli video qilishga harakat qilaman. Bu bitta texnikamizni sizlarga yoritib beraman. Eng arzon va sifatlilarini xudo xolasa sizlarga obzor qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Shu do'konni sotuvchisi bilan birgalikda video qilamiz. Narx-navolari, sifatlari haqida. Bo'lsa biz boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Bugun endi mana obunachilarimizga mana shu bitta texnikalarimizni yoritib bersak aka. Hozir qo'ldan kelgancha shu yerda eng arzon va sifatlilari skidkadagi mahsulotlarimizdan, yana shu ko'rib turgan pol avtomat kirboshlarimizni tanishtiring bizga aka. Mana bular 2 qavatli bo'ladi. Hozir skidkada eng hamyonbop, ham ishlashi zo'r. Ichlari nержавейка 8 kilolik, 5 kilo bu yoqqa oladi quritkani. 1.700.000 sotilgan, bu narxlarini ham aytib o'tamiz. 1.700.000 sotilgan, hozir skidkada 1.300.000 qilib beryapmiz. Hozirgi kunda 1.300.000. Garantiyasi bor 3 yil. Yana bitta brendimiz. Misol uchun mana Primerni gapiraylik. Primerimiz ham 7 kilolik bo'ladi. 3 yil kafolati bor. Ichlari yelimli bo'ladi. Narxlarimiz buniki 1.150.000 qilib beryapmiz. 1.150.000. Bu skalya tarafda 5 kilolik bu ham? Ha. 4 kilo, 5 kilo oladi. Ichi vakuumli mana qopqoqlari ham. Tashlab ham sinib ketmaydi. Yaxshi. O'zi tushaveradi. Artellarimiz bor ekan. Artellar deb aytaylikmi? Artellarimiz 8 kilolik. Ustlari dizayni yopiladigan, bu ham yelimli bo'ladi. 8 kilo, 5 kilo bunisiga oladi. Ichlari ham keng. 3 yil kafolati bor. Bu ham vakuumli bo'ladi. Xo'p, yana ham og'ir variantlari bor ekan bu tarmonda. 9 kiloligimiz bor. 9 kiloligimiz bor. U ham Rosso degan firmamizniki, ichi yelimli bo'ladi. Bu yog'iga 6 kilogacha olaveradi. Bu yog'i sifati yaxshi. Bu ham vakuumli bo'ladi. Tashavorsiz sinib ketib, yo boshqa bo'lmaydi. Garantiyalari bor 3 yil. Narxi? Bu narxlarini ham buni ham skidkada qilib beramiz. 1.250.000 qilib beramiz. 9 kilolik 1.250.000. Juda ham yaxshi narx meni bilishimcha. Endi aka bu tomonda skidkada turgan xolodilniklarimizni aytaylik. Xolodilniklarimiz 2.700.000 dan sotilgan xolodilniklarimiz hozirda 2.200.000 dan dastavkalari ichida qilib beramiz. Immer, Zifler, Uzel degan nimalarimiz bor. Xolodilniklarimiz kafolati 3 yil. Hammasi O'zbekiston. Hozir 2.200.000 qaysi biri? To'rovi. To'rovi skidkada bir xil narx. Bir xil narxda. 2.200.000 dan. Xo'p, Uzel brendi, Immer, Zifler deganlar. Zifler bo'lsa. 169 litr pasi bo'ladi. Tepa muzlatkichi 40 litrlik bo'ladi. Marazelkir. Ha. Buniki 160 litr pasi bo'ladi. Fruktoviy anaqa narsalarga meva-cheva qo'l tepasi 50 litrlik bo'ladi bular. 50 litrlik. Xo'p, 3 yil garantiyasi bor ekan dedi. Ha, 3 yil kafolati bor. Servis xizmati bor. O'zelni ham ko'rib beraylik. O'zel ruchkali bo'ladi. Bu ham pastki qo'l tomoni 170 litr, tepasi 37 litr bo'ladi. Muzlatgich. Hozir 3 xil 4 xil variantda 2.200.000 dan skidkada mana. Shivakichi aka, Shivakini ham bir yoritib bering o'zingiz. Shivakilarimiz Buni ochib ketamiz. Hop. Bular 4.300.000 deyapmiz. 4.300.000. Bu marazilkasi. Marazilkasi. Bu kattaroq bo'ladi, litrlari ham. Avtomatlarimizni yoritib bering bizga mana. Avtomatlarimizdan eng hozir hamyonbop xaridorbob deydi-ku, shularni aytib bering. Mana Ziflerlar bor. Ziflerlar. Masa hamyonbop, ishlashi ham 10 yil garantiyasi bor, motoriga 3 yil o'ziga bor. 6 kilolik bo'ladi. 6 kilolik bu. Bular bor mana 6 kilolik sevitechlarimiz. 2.750.000 dan qilib beramiz. Bular bor. 2.800.000 dan 8 kilosi ham bor. Kafolati 10 yil. Motoriga. Ha, motoriga 10 yil. Hozir bu o'ziga 3 yil. Firma sammesnida endi to'g'rimi shunaqa? Ha, O'zbekiston. Hozir eng ko'p sotilayotgani shular. Shu bor, mana Brendo degan nimalarimiz bor mana. Bor mana bu ham zo'r. Brendo. Ichi 8 kilolik, lekin
uzun fasonni ichi 10 kilolikni beraveradi, og'irlikni ham ola olmaydi aslida. Bu ham mana shu paxta sintetikani ajratadi. Bitta futbolka tashqa o'zi suvga, bitta futbolkaga yarasha suv oladi, suvda oladi. Narxi skidkada 4 million qilib beryapmiz. 4 million beramiz. Bu yerda avalonlarimizni ayting, mana avalonlarimiz nomi, brendi bu ham juda ham ko'pali. Bu ham 6 kilolik. 6 kilolik. 6 kilolik. Parli, dazmollik, hamma tizimi bor bunda ham. Bunimiz 4 million 200 qilib bera olamiz. 4 million 200 ming. Sun'iy intellekt bilan ishlaydigan kir mashinamizni obzor qilib beraylik. Bu ham yangilik bo'lsin. Hisoblanishalarimizga. Bu ham mana 12 kilolik. Sensor ishlaydi. Ichlari ham keng bo'ladi, katta bo'ladi. Bu polni tizimda o'zi tanlaydi, oson, o'zi chiqarib turadi. Paxta sintetikani ajratadi, o'ziga yarasha suv suvda oladi. Tarozi tizimi bor, karcher, paroviy, dazmolli tizimlari bor. Kiyimni og'irligiga, qanaqaligiga qarab turib o'zi hamma narsani taqsimlaydi. Taqsimlaydi, vaqtni, issiqlikni, qanchada siqishdi, o'zi vaqtini belgilab yuvadi bu. Hatto kir mashinalar ham sun'iy intellekt bilan ishlayapti hozirgi kunda. Mana hozirgi kunda juda ham kerak bo'ladigan mikrovolnovkalarimizni endi bular tanishtirib bering bizga aka. Qaysilari qanaqa? Roza oyi ham kelib qolyapti. Shularga endi keyin oylarga zo'r variant. Bularimiz Brendo firmasidan mana eng pasti balandlati, bu muzlagan go'shtlarni eritgan qo'ysa bo'ladi. Bu o'rtachasi, bu eng balanddan pasti, eng balandi. Bu vaqtni pasaytirib balandlatadigan tizimi. Qancha uzoqroq qo'ysa, yaxshiroq pishirsa ham bo'ladi ovqatlarni. Bu narxlariga o'tadigan bo'lsa, 650 ming qilib beryapmiz. 3 yil kafolati bor. 3 yil kafolati bor, narxi 650 ming. Bu ham shunaqa 650 dan qilib berdi, rasprodaja qilib. Rasprodaja. Hammasi narxi bir xil. Narxlari bir xil. Artel brendimizni aytib o'taylik. Bularni 900 ming so'm qilib beryapmiz. Bu ham skida, bu ham balandlatib, eng baland pastlatsa bo'ladi. Razmanovkalari bor. Go'shtlarni eritib, vaqtlarni uzoqqa va sozlasak bo'ladi. Xo'p. Bular narxlar, bu ham Laretto'yimiz ham bor. Laretto firmasidan beramiz. 10 yil garantiyasi bor. Bu ham 20 litr ekan obyomi. 20 litrli obyomi, 700 watt kuchlanish. Bizni mana LG variantlari ham bor ekan mana. LG firmamiz juda ham Avalon ommabop bo'lgan. O'zini vaqtida, o'zini davrida LG brendi. LG ham zo'r, LG polni sensor bo'ladi. Bu ovqat tayyorlasak ham bo'ladi bunda. Menyulari ham bor bunda. Menyu qo'shimchalari. Tashqaridan kelgan klient aynan arzon va sifatlisini istaydi. Aynan men o'zim ham faqatgina istasam arzon va sifatlisini istayman. Shunaqasidan bormi aka bizda? Borda albatta, mana Immer degan konditsionerimiz bor. 12 talik. Immer brendida. Immer 12 talik. 3 xonalarimiz yarasi bor. Ham qish kuniga yaxshi, -20 dan 60 gacha bemalol ishlayoladi, Tenti ham bor, qish rejimli ishlaydi. Ancha-muncha konditsionerlarimiz hozir muzlab qolyapti sovuqda. Toshiba motori bo'ladi, kompressori, invertor. Tok past bo'lsa ham, balandlasa ham ishlay oladigan garantiyalari bor 3 yilga. Rasxoti ham buni. Rasxoti ham 12 ming so'm, 12 ming, 13 ming yoqadi sutkasiga. Narxlari ham juda arzon. Narxi, sifati ham o'ziga yarasha yaxshi. 3 million 400 qilib beryapmiz. 3 million 400 ustunovkalari ichida. Ana, qadrdonlar, ustunovkalari ichida bemalol bunga ham xaridor bo'lib kelsanglar, sizlarga shunaqa narxda qilib berishadi. Mana qadrdonlar, hozirgi kunda Artel modelimiz juda ommalashgan. Shu haqida hozir ma'lumot olamiz aka. Bu haqida ma'lumot berib olasiz qisqacha. Artel Iceberg degan modeli bu. 12 taligi, narxi 4 million 500 ming so'm. Tepasidagi Artel Marvarid degan modeli. Unisi 3 million 800 ming so'm. Mana onisi Artel
Baraka degan modeli bu. Artel Baraka 5 million 200 ming so'm. Tepasidagi Artel Elegant. Unisi 4 million 800 ming so'm. Xo'p. Ob'yomini ham aytib o'ting, necha kvadrat joy? Hammasi 12 talik, 30 kvadratga dovur joylarni isitib sovutaveradi. Sovutadi. Yana bitta modelimiz. LG, Samsung, Shivaki, Citronic degan modellar bor. Bular ham yaxshi modellar Citronica. Citroniclar ham bunisi 18 taligi 5 million 600 ming so'm. 12 taliklari bor, arzonroq chiqadi mana. 5 million 400 ming so'm. Mana bu qora modelimiz bu Dark degan modeli bu 4 million 800 ming so'm. Bunisi 4 million 700 ming so'm. Bular hozir ustanovkalari ichidami? Ichida qilib beramiz shularni. Ichida qilib beriladi o'zlari. Artellarga ichida emas, bularniki ichida bo'ladi. Bular. AUX degan modelimiz bor mana shu ham 5 million 100 ming so'm, yaxshi model. Avalonlar bilan birga bir yuradi bu. AUXda kichkina modeli bor bu, kichikroq. 12 talikni kichkina modeli, unisi 4 million 100 ming so'm. Qo'yib berish ichida uni ham. Xo'p, konsertlarimizni aytib o'tdik. Endi gaz plitalarimizni Gaz plita o'rnatma gazlar bor, duxovkasi bilan bor. O'rnatma gazlar eng arzoni 950 ming so'mdan, qimmati 1 million 900 ming so'mga tortib bor. Bu duxovkasi bilan gazlarda eng arzonlari 1 million 800 ming so'm, qimmati 3,5 millionga tortib bor. hozir Firmalari har xil. Hozir eng ko'p sotilayotgani qaysi biri? Eng ko'p sotilayotgani mana shular. Shular endi. Rosso degan modeli yaxshi. Bizni sharoitlarga rosa tushadi. Tepa pasti gazga ishlaydi, ham alohida yonadi, ammo tepalari cho'ya. Bitta tok, 3 ta gaz tepasi. Buni narxini necha pul dedik? 2 million 400 ming so'm. 2 million 400. Qorasi bor, seriyasi bor, buni har xil sveti bor. Bular o'rnatma gazlar. Bular 1 million so'mdan, 950 ming so'mdan qilib beramiz. Bularda ham hozir eng arzoni qaysi edi? Mana shular eng arzon modellar. 900 ming so'm shular. 950 ming so'm. 950 ming so'm. Mana ular 1 million 150 ming so'm. Mana 1 million 250 ming so'm. Tepasi oynali bu. Oynali. Xo'p, bu yerda yana duxovkalar endi. Duxovkalar ham har xil, 450 ming so'mdan boshlab 1 million 700 ming so'mga tortib ketaveradi. Shivakilar bor ekan. Shivaki, Itimat, Artel, Odil, har xil modellari bor. Artellarimiz necha puli bo'ladi shular? 30 litrli ekan. 60 litrli bu. Bunisi 1 million 300 ming so'm. Buni 42 litrliklari ham bor mana. 36 litrligi bor, 42si bor. Mana shular 36 ekan, Shivak bir Artel ekan. 950 ming so'm. 36 litrli, 950 ming so'm. Buni ham eng hadovoy qaysi biri endi? Eng hadovoylari 42 litrlilar mana shular. 42 litrlilar. Shivaki modeli, 1 million 250 ming so'm. Hali ommalashgan Itimat degan brend. Mana Itimat. Bular shu. 1 million 150 ming so'm. Itimat hozir Winsler bo'lib qoldi-da. Bo'ldi. O'zi Itimat o'zi. Itimat. Winsler deb nomi o'zgardi, 5 yil garantiya qilib qo'ydi. Listlari ham 3 ta chiqadi mana. 2 ta 4 burchak chiqadi list. Bu yerda pilisoslarimizni. Pilisoslar ham 550 ming so'mdan boshlab ketaveradi. Bu yog'i 1 million 2 millionga tortib bor. 550 ming so'mligi eng oxirdagimi shunday? Eng oxirdagi. Keyingilar 650 ming so'm, keyingilar 700 ming, 800 ming ketaveradi bu yog'i. Bu eng arzoni abi nimasi? 1600 watt. 1600 watt bu endi. Qimmatroqlari 2000 watt. Bu yerda hozir qaysi modellar bormi? Shularni aytib o'tsangiz. Sirius bor, Ideal bor, Magna, Artel, Shivaki, Samsung, LG, Avalon, har xil modellar bor. Bu ham eng hammasi hadovoy qaysi biri hozirgi kunda qaysi? Hozirgi kunda hadovoylari mana shu Artellar, Shivakilar. Shular ham arzon, ham sifatli. Televizorlar har xil bor. 32 dan 55, 65 ga tortib bor.
32'lar qaysi biri? 32'liklar mana shu qator. 32'lar. Bular hammasi smart televizormi bular? Smarti ham bor, oddiysi ham bor. Samsung, S-Smart, Brendo, Artel, Vesta, Shivaki har xil modellar bor. Modeliga qarab pullari o'zgaraveradi. Eng arzoni shunda 1 million qancha? 1 million 50 ming so'mdan 1 million 50 ming boshlanadi. Eng arzoni, eng qimmati 2 million 400 ming so'mga tortib bor. 1 million 50 ming so'm degan smart a? Ha, smartlik. Smart. Smart bor 1 million. YouTube'lari ham yo'q ishlaydi. YouTube, ha. Wi-Fi smartligi. Androidga qo'yibdi mana. 43 taliklar ham 1 million 750 dan boshlab 3 million 100 ming so'mga tortib 43 taliklarimiz bor. Bular qancha garantiyasi? 1 yilligi bor, 3 yilligi bor. O'zbekistonda zborka bo'lganlariga 3 yil yoziladi, chetda zborka bo'lib kelganiga 1 yil yoziladi. Sonra Samsunglar necha yil garantiyasi? 1 yil yozib beramiz bularga, chetdan keladi bular. Bular chetdan. Smart-chi. S-Smart O'zbekistondagi 3 yil yozib beramiz. Artel vakillariga ham 3 yil. Bu tepadagi televizorimiz nechilik bu? 65 talik LG bu. LG ga. 5 million 200 ming so'mdan. Nima Dazmollar eng arzoni 100 ming so'mdan boshlab 400 ming so'mga tortib dazmollar bor. Tefallarga kelsak, tefallar 50 mingdan boshlab 500 ming so'mga tortib tefal bor. Tifaldali yaxshi ishlangan, kuyib olmasdan hada Mana o'ynash. shular zo'r ishlaydi 200 ming so'm. 200 ming so'm yaxshi. Blender chopperlar asha 100 ming so'm, mola 200 ming so'mdan. Bular 500 ming, 600 ming o'ziga qarab hammasi, firmasiga qarab. Arzon qimmat bo'lib ketaveradi. Yana filmlarimiz bor aka. Filmlar ham eng arzoni 70 ming so'mdan boshlab 450 ming, 600 ming so'mga tortib filmlar bor. Hozir tepadagi nabormi bu? Ha, bu sokvijmalka nabor, 4tasi bittada. Bittasi bitta. Bu narxi qancha buni? 850 ming so'm. Mononsi ashuna arzoni. Bitta sokvijmalkani o'zi originali garantiya yozib beramiz 1 yilga. Bular 550 ming so'm. 250 ming. Eng arzoni 250 ming so'mdan boshlanadi sokvijmalkalar. Go'sht maydalaydiganlarimiz-chi. Ular 400 ming so'mdan boshlab 650 ming so'mga tortib bor. Yasoroblar. Kofe mashina Ha, kofe apparat. 6 million so'm bu. Qadrdonlar mana pastdagi nomerlarimizga qo'yib qo'yamiz. Ekranda nomerlarni bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.